Diqqat, ta'ziya, o'zbek san'atida yana yo'qotish. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor va muhim xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video roligimiz ostidagi podpisatsiya va like tugmalarini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbek madaniyati va san'ati og'ir judolikka uchradi. Taniqli o'zbek bastakori O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi professor Dilorom Omonullayeva 31-may kuni 65 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Davlat konservatoriyasi professori Oydin Abdullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. O'zbek xalqining asl farzandi buyuk ijodkor Dilorom Omonullayeva bugun olamdan ko'z yumdi. U umri davomida o'zbek musiqa san'atining taraqqiyoti uchun xizmat qilib, o'zidan keyin boy musiqiy meros qoldirdi, deb yozadi Abdullayeva. Ma'lumot uchun Do'stlik ordeni sovrindori, Ofarin mukofoti sohibasi, san'at arbobi Dilorom Omonullayeva 1959-yilning 1-oktyabrida Toshkentda musiqachilar oilasida dunyoga kelgan edi, deyilgan xabar so'ngida.